odamlar biznesni boshlab eksportga chiqishi uchun hamma sharoitni qilib beryapmiz. Yana nima qilsak biznesga yangi yo'llar ochiladi degan savol har bir rahbarni qiynash kerak. Masalan, hozir 51 ta vazirlik va idorada 322 ta yo'nalishda moliyaviy jarima qo'llash vakolati bor. Endi savol tug'iladi. Qaysi rahbar jarimalarni tadbirkorlar faoliyatiga ta'sirini o'rganyaptimi? Biz jarima solgan bilan uni ishlatmasdan qo'yganimiz bilan nechta odam ishsiz bo'layapti? Qancha eksport bo'lmayapti, qancha ishlab chiqarish bo'lmayapti? Jarima solgan odamlar tushunadimi buni? Jarima qo'llanadigan tashkilot mas'ullarining ongi, dunyo qarashi o'zgarishi zarur. Ular birdaniga jazo qo'llashni emas, balki tadbirkorga imkoniyat berib, to'g'ri yo'l ko'rsatishni o'rganish zarur. Tashqi bozorda raqobat avjiga chiqayotgan paytida tannarxni 1% ga tushirishni o'zi bo'ladimi? Lekin ishlab chiqaruvchi va eksportchilar uchun to'lov va yig'imni kamaytirish bo'yicha kim taklif berdi? Yoki ko'plab tadbirkorlar ayrim mahsulot va xomashyoga qo'yilgan adolatsiz bojlar ishlab chiqarishdan ko'ra importni rag'batlantiryapti degan masalani ko'taryapti. Masalan, sanoat filtri importiga boj 0%. Uni ishlab chiqarishga ketadigan 11 ta xomashyoga esa 30% gacha boj qo'yilgan. U hech qachon 1-2 bo'lmaydi-ku bundaqada. Nima uchun Xadjayev, Po'latov, Mavlonov tadbirkorlarning eksport bo'yicha umidsiz qarzini hisobdan chiqarish masalasini tez-tez hal qilib bermaydi? Hozir 3 oydan 6 oygacha cho'zilyapti. 1 oydan keyin tadbirkorlar bilan bo'ladigan ochiq muloqotga qattiq tayyorgarlik ko'ryapmiz. Barcha vazir, tarmoq rahbarlariga topshiriq. 1 hafta ichida tizimidagi byurokratiyani qisqartirish, jarima to'lov va yig'imlarni keskin kamaytirish, biznes muhitini yanada yaxshilash bo'yicha takliflarni administratsiyaga kiritsin, o'zim o'qiyman. Har bir taklifni birma-bir o'qib chiqaman, shunga qarab rahbarlarga bugungi siyosatimizni qanchalik tushunib yetganiga baho beraman.